mandan sizga dedim. Qani, Boyangi nima gap bo'lyapti? Shuni Beli aytsangiz. o'rayapti turuvdi. Hop. Senin qo'l asosan mana shu o'rayapti. Shu bo'yinda sen deb bir maqsad shu mana shu yerga o'r zakon shu bitta narsaga tortganda bo'lyapti. Siz oldin chap oyog'i o'rgan, to'g'rimi? Yo'q, oyoq o'ta to'g'ri ikkalasi. Endi hozir elimda bir nima, manda tortilsam shu mana shu orqa tarafga borib, besiz tushundim. Baş turishingizda oyog'ingizni aldiga qilib ko'taring. Belda og'riq bormi yo'qmi? Ashqorotda engishib ko'ring. Yo'q, oyog'ingizni bukmang. Belda eging bunday qilib. Ha. Bormi? Yo'q, endi bo'lsa. Yo'q. Tak, og'riq yo'q. Eshitgan yo'q. Yo'q. Endi sekin ginam yeting. Hay, qanchalik yetasiz? Mana shu oyoqqa mana şeylerde yo'q, yetishga yetaman. Mana oyoq mayinda o'ta jur o'rayapti. Siz oldin qachon qaysi tomonda kelganingiz? O'tgan avvalda kelganman. Lekin u durum bo'yinda o'zini urib qo'ydim. Endi esimizga tushdi. Esiga kelyapti. Meni ham kelgan, bittamiz. Kelishda bo'yimda yachib ketdi desam, lekin turib qo'ydim. Vaqtlab kelgan. Hozir yana bitta test bajaramiz. Yo bo'lmasam keyin barib turib sizga meniki nimaga og'riqlar sizni oyog'ida paydo bo'lganini Andagi tomirni ushlab ko'radigan doktorga ko'rinuvdim. Tak. 4-5 bo'g'imda qisilish bor ekan dedi. Keyin bo'yinda bor ekan dedi. Bo'yindagi o'sha qo'lga beryapti ekan dedi. Endi Shu tomirni ushlab qaysi odamlarda aniq o'zgarish borligini bilishar ekan. Kompyuter ham sharmanda. Onu bo'shatib ekan. mana ukамnikini ham точно to'g'ri nima qilib qo'ydi. Qandaysi? Kompyuter ekanda. Tova. Oshqozon ichkarida ham yozo nima yallig'lanish bor deb Professor bordi kesgan. Bor oldidagi. Ashula shogirdlardan bo'lsa kerak edi. Telegramani birga olib bordik. Telegramni ko'rsatmadik. Telegramda nima bo'lishini aytib berdi. Hayır. Musayev Irgashal aka degan doktorni ullari Musayev Ulug'bek degan. 10 Yigina qo'yardi. Tosh bor ekan deb ashasi aytib berdi. Hozir belda umuman og'riq yo'q. Doktor bu. Faqat shu oyoqqa bilinadi. Toliq. Oyoq bilan qo'lda o'sha og'riq bordi. Hozir lekin mana shu chap tarafingiz barab turibdi-da mana. Men endi ko'rgan narsam, men unaqa nimadan bilmayman. Tak, to'g'ri turgan bo'lsa, lekin o'zgarish kam. Barakalla. Qarang. Mana to'g'ri bormi yo'qmi? Yeng, bu tomondan-chi? Yo'q. Bu tomonda yo'q. O tochkada-chi? Yo'q. Bu tochkada? Yo'q. Xo'p. Tak, o'ng tomondan nagruska bor. Tangalarimiz chap tarafda kattaroq. Menikisilar chap tarafda kattaroq. Endi oldini olib sizga bir uchirayin deb Juda yaxshi bo'lganda, shu ehtiyot qilishni boshlasangiz, pulni ikkala qo'l cho'ntada ko'p qo'l yursangiz, bir kun buzuruq mashina olamansangiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Tak. Nagruska faqat o'ng tomonda bilinyapti, chap tomonda yo'q. Hozir shu holatimda haftada 3 marta to'p teraman. Pitbullga. To'p tepasi hozir siz bitta kamchilik eng oxirida aytaman dedim, sizga aytib beraman. O'zingiz ham tan berasiz. Xo'p, mana birinchi xona issiq emas unchalik. Yo'q, yaxshi. O'zi terlashni boshladi, yo qo'qishni boshladi. Yo'q, xonamiz so'ygan. Tak. Kiyim bilan. Tak, mana mayatda o'zi ilyapti, chetdan ketyapti. Tak, yaxshi. Shamol boshladi. Shu shamollash bor. Nimaga bir kun lota ko'tarib o'rib narsa. Tellagan. Tellab turib yechiverdim. O'zim o'shanda belim o'rishni boshladi. Ha. Ertaga bitta pazarga sal ko'tarib ketdi. To'liq o'tgan to'g'ri nafas olsangiz og'riq o'shyaptimi? Tez pitbullga o'ta tez. Bo'ldi. Ta'sir qilyapti. Tak, mana shu qo'l tarafga qo'yaylik. Endi bizni hunar o'zinglar bilasizlar. Kelmay turgan joylarni keltirish. Buni tushunib turaveradi. Tak. Eng asosiysi mana shu qo'l bo'lyapti. Qo'lligini olmaydi. Ikkita pazarga turibdi. Buni oyoqdan boshlab ish qilamiz mana. Hammasi teng bo'lsin. O'ng tarafdan nagruskani aytdik, bu yerdan o'ng tarafdan nagruska turibdi. Nagruskalar sekin snimat qilamiz. Tak, oldin
Bismillahirrahmanirrahim deb mana boshlayapsiz. Hatto bo'lib ketsa aytadi. Sekin o'raman men. Bilasan. Bunchalik kuchi yo'qmi menda? Endi har odamda qancha kuch bo'lishi mumkin. Boshqa, o'sha yengillashib boshladi. Sochkasi bilinsa bo'ldi o'zgani. Endi matema oralar ancha yopishib qo'yibsiz. Sekin pastlatib qo'yaman. Bitta bo'ldi. Ko'p pas. Tok kastonga qarab ketdi tok. Impuls. Mana harakatdan sezdingizmi? Aslida mana barakatlar. Xo'p, men barmog'im yuryapman, biz aroqni urmayapman. Bo'ldi, mana olib qo'yamiz endi. Yine narsani olib qo'yamiz. Hop. Başqa yana bitta bozorga sal og'ir narsa, mashikka zo'r kuch keldi mana. Mashina sekin pasaytirib qo'yamiz. Mana tepda sekin qo'yamiz. Lekin og'ir qattiq bo'ladi. Bu yerlar yaxshi, mana nomiga ochib turib. Keyin mashina mana. Mana o'yin sal baratlar. Baratlarni jicha qo'porib qo'yadi mashina. Ayarlarga ketdimi impulslar. Ha? Qo'lingizda ya'ni o'rgada qo'yaveradi. Bittasi keldi, qo'ltig'ini tagiga o'ryapti. Mana u nimadan keyin, ulardan keyin mana shu ancha yaxshi bo'ldi mana. Ko'rdingizmi mana? Yumshoq. Bu yerda ham og'riq yo'q, bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q, bu yerda ham. Tak. Mana motorni qo'yyormiz endi. Hop. Endi nagrushka chap tarafga o'tishdi. Bu nagrushkani bitta yoki ikkita ular bilan yetib tashlaymiz. Ko'rdingizmi mana? Hop. Endi qo'lingizni oldiga olasiz. Hop. Sizdan so'ng bukmasdan yaxshi ko'tarasiz. Qo'lingizni o'ziga stokka qilib, sal yonboshligiga biqin gapga bo'laring, ko'taring. Tas ko'rsating, tas. Bunday baland, o shunday go'zal. Men pastga siz tepaga. Og'riq bormi qaydadir? Sizda ham yo'q, ha? Ha, endi bo'lsin. Yaxshi ko'taring. Bormi yo'qmi? Yo'q. Endi nayga o'tirasiz. Devor tarafga qarab ayolga changillatib o'tirasiz. Sal boshingizni olib qo'yib, bundan keyin bo'ldi-da mana. Qarang mana. Ashtu ustida yelkani paxsargan bilyaptimi? Bu kishini oldin o'ng oyog'iga bergan og'riq. Sal boshingizni pastlab qolib, qo'lingizni ochib vo! Mana. Men faqatgina nimani o'ziga uryapman mana. Barmoq uryapman, nimalarni orasiga, barmoq nimalarni. Ko'ring, men o'chib ketgan mana. Tomosha qilgansiz. Endi tog'ani bilan keldim. Ikki oyim teng bo'lib qoldi mana. O qattiq nimalardan bo'shadi. Hammasi joyida mana. Bu eng gilovni ashula yumshab ketishligi. Tak, o'ng tomonga favorus qilamiz. O'tirgan joyingizda. Bosh bilan, faqat bosh bilan. Tortgan narsa bormi o'zingizda? Chap tarafga qaraymiz. Mantiq mana shu qo'g'iranga o'rib bering. Hozir berdimmi yo'qmi? Mana meshiga berdim. Ashula turing. Yemaslik kerakda mana aytdi. Ozgina. Chap yelkaga ko'tarasagina ketdan topini ham idishingiz. Şimdi hiç nagrushkasini aytdi. Qo'y teshib jo'g'roq. Şey jicha balandlab qo'ygan xolos, buni hozir mana sekin emas. Buni shaqalar mana. O'tirib Endi haliginde boshni bu yoqqa ko'ringiz, spokojno. Mantiq qilganda u yengil bo'lyapti haligi. Shu qarangda bitta simni tortganday bo'lyapti. Qarang. Men yana oralarni ko'raman. Mashg'ulotlar biz ham kichkina ketganda mana. Mashg'ulotlar bizcha katta tursak mana. Yana qarab ko'ringlar. Yuqorida ketgan bo'ladi. Og'ir ketyapti. Og'ir ketyapti.
Ya uç. Organ kızarlar gitti sen. Sen ketdi, Ketdimi? lekin Bora. bor. Yana katta uğrayayım ya mahşer bilan yetiştiraman deysinmi? Ba'zi bilseniz urmayman. Yok, yengile çıkarayım dese uraman. Ya uran hep da uran. Ya. Eteni hep geldin bunu uran. Yamalı vurumda. Oldu. Bo'ldi mana bitta xolos ko'p emas. O'zi ham qo'llarimni manaqa teshada chaqqanday bo'lib ketadi-da. Meni qo'yganichi xohlasangiz xohlamasangiz mashina qilamiz. Chunki siz Хорошо. Endichi Shu sim bilan shu 4 kun deb. bismillah deb turib sekin turasiz-da. Eshikdan chiqmasin qarang. Jag'izimda iyagingizga yopishib turib, bunday qilsangiz katta bo'lasiz. Bemalol qo'l ostida turadi. Raqob irim bo'lavering. Bu nima gaping bor desangiz ham bo'laveradi. Anaqa gap bor. Yengil bo'lib qolishingiz kerak-da. Qanaqa o'zgarish bo'lganda bir og'iz aytib ko'rsangiz bo'ladi. Ha, bunda xolos aytgan sizga ixlos qilib keldik-ku, mana shu yerda xolos mana oldin vaqt olib keldik. Aha. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ukamiz o'tkazilgan seansdan davolli bo'lib turibdi. Yana qo'shimcha narsalarni aytamiz. Xo'p, like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar. Bo'ldi. Endi sizga Turib deyapsiz. Selam ne? o'tirib pastda O'chirib ko'ring. Ha, o'chiring.